Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Navbatdagi manzilimiz Samarqand Bon bozorchasining atrofi bo'ldi. Eniga 2 metr, balandligi 2,5 metr bo'lgan eshiklarimiz ko'ringan variantda 2 qavatli. Bu tarafga 4 ta tepaga shunaqa eshik o'rnatdik. 4 ta podvolga. Bu joyda ham tepadagi har bitta bo'lim 4 ta do'kon bo'ladi. Pastda podvalning sklati bo'ladi. Shunga eshiklarni qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qila olasizlar. Hop, tepadagi eshigimiz 700 dollardan chiqdi narxi. Pastdagi podval eshigimiz 2,2 ming so'mdan chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar.